Assalomu alaykum hammaga. Vodiliylar uchun bugun juda katta yangilik. Endi original bitovoy texnika narxlarini promoy sklad narxida olsangiz bo'ladi. Qanaqa qilib deganlar uchun oxirigacha videoni ko'rib turing. Sizga tushuntirib o'tib ketamiz. Hozir biz Andijondagi eng katta original brendlar sotiladigan skladga kelganmiz. Bu yerdan sizlarga mini obzor qilib beramiz. Texnopuls onlayn magazin orqali sizlar bemalol bu texnikalarimizni promoy sklad narxlarda sotib olsanglar bo'laveradi. Ozgina ochib qo'ygan narsalarimiz bor. Bitta tushuntirib, ko'rsatib o'tib ketamiz. Kimda-kim sotib olmoqchi bo'lsa, pastga nomerlar qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Xo'p, xolodilniklarimizdan boshlasak, hozirgi kunda ko'pchilikka kerak bo'ladigan mahsulot xolodilnikimiz 211 modeli Premierdan 215 kW yillik rasxoti, 170 litr xolodilnik qismi, 41 litr morozinnik qismi bo'ladi. Ovoz 41 desibel, deyarli 5 shovqin ishlaydi. 3 yil servisidan garantiyalari bor. Bu modelimizni hozir bozorlarda 2,5 million, 2 million 600 ming so'm sotilyapti. O'zimiz ham sotyapmiz. Sklad bo'lgani uchun sklad narxida sizlarga $185 qilib beramiz. Xo'p, keyingi xolodilnikimiz Premierdan bo'ladi. Premierdan 222 modeli. Bundan ko'ra bo'yi sal balandroq. Bu 50 cm, eniga 55 cm. Bunimizdan 145, eniga 55 bo'ladi. Rangi seri ko'rsatuvlar bo'laveradi. Yillik rasxoti 220 kW yiliga 170 litr xolodilniga, 52 litr morozinniga, 41 desibel, deyarli 5 shovqin. 3 yil ofitsialniy servisidan garantiya bo'ladi. Pechat bosib yozib beriladi. Ishlarini ko'rsangiz bo'laveradi. Ishlari ham ancha katta, keng qilingan. Bitta rozg'orga bemalol yetadi. Olib ishlasangiz bo'laveradi. Bu xolodilnikimizning narxi hozir $215 ga chiqyapti. Chiroyli rangda $215 ga bemalol xarid qilsangiz bo'laveradi. Oilam ro'zg'orim kattaroq deganlarga kattaroq xolodilniklarimiz ko'rsatamiz. 2 xil, 3 xil modellarni ochib qo'ydik. Har xil ranglarda, har xil modellar bor. Aloqaga chiqsangiz, o'zimiz tavsiya qilib rasmlarni tashlab beramiz. Tanlaganingizni olsangiz bo'laveradi. Xo'p, xolodilnikimiz tepasi bunimizni xolodilnik bo'ladi, pasti morozinnik bo'ladi. Morozinniga 3 ta polkadan ko'pchilik ayollar orzu qiladigan xolodilnik bo'ladi. Xo'p, morozinkalari ham ancha katta, bemalol 3 ta polkaga 3 xil mahsulot solib saqlasangiz bo'laveradi. Hidini bir-biriga urib yormaydi. Xo'p, bu xolodilnikimizni xolodilnik qismi 187 litr, 75 litr morozinnik qismi bo'ladi. 255 kW yillik rasxot. Bunimizning shovqini yana ham pastroq qilingan. 39 desibel, deyarli ishlayotgani ham bilinmaydi. Bunimizga ham 3 yil ofitsialniy servisdan garantiya beriladi. Narxi bo'lsa $285. Xo'p, dastavkalar ichida bo'ladi. Shahar ichida besplatniy, shahar tashqarisiga kelishilgan holatda arzonroq qilib yetkazib beramiz. Xo'p, ko'rsangiz bo'laveradi. 2 xil, yana ham kattaroq xolodilnik olaman deganlar uchun. Xo'p, bunimiz воздушный, bunimiz defrost bo'ladi. Defrost, no frost. Nima farqi bor? Hozir tushuntirib o'tib ketaman sizlarga. Xo'p, no frost xolodilnikimiz kirovsiz ishlaydi. Muz, kirov, qor yig'maydi, suv oqmaydi xolodilnikdan. Svet o'chib qolgan paytda ham invertor motor bo'ladi. Past tok ishlaydi, tokingizni ekonom qilib beradi. Xo'p, bo'yi 185 cm, eniga 60 bo'ladi. Seri rangda 244 kW yillik rasxoti, 223 litr xolodilnik, 94 litr morozinnik bo'ladi. 35 desibel shovqini bo'ladi. Deyarli ishlayotgani bilinmaydi. Xo'p, motor kompressorlariga 10 yil, o'ziga bo'lsa 3 yil ofitsialniy servisdan garantiya beriladi. Ko'rsatib bo'laveradi ishlarini ham. Ichlari xolodilnik qismi ancha katta qilingan. Ikkita nolovoy zona bo'ladi. Sveji bir haftalik mahsulotlarni bemalol bu yoqqa qo'yib ishlasangiz bo'laveradi. Xo'p, shu 3 ta polka bo'ladi o'zida. Yonboshlarida ham shunaqa polkalari bor. Tuxum qo'yadigan hamma yo'g'i o'zining ichidan chiqadi. Xo'p, past qismi morozinnik bo'ladi. Morozinkalari ham ancha katta. Bemalol bitta qo'ydi 3-6 polkaga tiqib olsangiz bo'laveradi. Xo'p, bunimiz o'zi ko'pchilik bizdan narsa oladi. Servis garantiyalar qanaqa bo'ladi deganlar uchun mana bu ofitsialniy Premierda dokumentalniy servis qog'oz bo'ladi. Xo'p, shu qog'ozga biz pechat bosib yozib beramiz, olingan sana qo'yiladi. Shu qog'oz bilan mana nomerlari bor, orqasida telefon qilasiz. Uyingizga borib besplatniy shu bilan servis xizmat ko'rsatadi. Ofitsialniy bo'ladi, garantiyalari yo'q narsalar sotilmaydi bizda. Yaxshi brendlar sotiladi. Bez garantiya narsalarni ko'pchilik olyapti, zapchasi topilmayapti, servis topilmayapti, sarson bo'lib yuribdi. Bundan ko'ra garantiyali narsalarni o'zimizdan eng arzon narxlarda olsangiz bo'laveradi. Hop, xolodilnikimizga qarasak, xolodilnikimizning narxini hozirgi kunda $435 ga qilib beryapmiz. No frostni. Endi defrostga o'tamiz. Defrostimiz kirovli bo'ladi. Kirovli qanaqa bo'ladi? Masalan, polniy muzlab ketmaydi. Orqa tomoni, shu devor tomoni 1 cm kirov yig'adi. 1 cm dan o'tib ketsa, razmonovka qiladi, o'zini o'zi eritib ishlayveradi. Shu yerdan orqasida motorida bachok bo'ladi. Shu bachoqchasiga suvlar yig'iladi. Motor ishlagandan keyin motordagi suv spiralniy bo'lib chiqib ketadi. Svet o'chib qolsa, mabodo kirov, devordagi kirov erib turib, suv oqishi mumkin. Unda ham motordagi bachokka o'chadi. Bachokni olib to'kib ishlatsangiz bo'laveradi. Bu ham xolodilnik qulay, oldingilarga o'xshab polniy muzlab ketmaydi. Bunimiz endi no frostdan yaxshi tomoni, masalan, svet o'chgan paytda bunimiz uzoqroq usha bersa, no frostimiz 3-4 soat ushasa, bular 5-6 soat bemalol usha berishi mumkin. Xo'p, xolodilnikimizga o'tamiz. Общий 3 ta polka bo'ladi. Tepadagi polka bilan 4 ta, bitta nolovoy zona, past qismi morozinnik bo'ladi. 3 ta polkali bu xolodilnikimiz ham
ancha katta qilingan, katta ro'zg'orlarga tavsiya qilinadi. Bu xolodilnigimizni eng qiziq joyi narxida bo'ladi. Bunaqa xolodilniklar 6 million, 6 million 200 ming so'm sotiladi. Bizdan promoy skladdan shunday telefon qilasiz, uyingizgacha. Xo'p, bu xolodilnikimiz $370 ga boradi. Olib ishlatishga original texnika, menimcha puliga dostojniy arziydi. Bemalol olib ishlasangiz bo'laveradi. Yana nimalarimiz bor? Skladda biz bitta sizlarga obzor qilib o'tib ketaman. Yana bu yerdan nima olsangiz bo'ladi? Kir moshinalarimiz bor. Avtomatik kir moshina ko'pchilik so'rayotdi. Avtomatik kir moshinalar ham eng arzon narxlarda yetib kelgan. Xo'p, avtomatik kir moshinalarimizni narxi 6 kiloliklari $200 dan boshlanadi. 7 kilo, 8, 9, 10 kilogacha bor. Xohlagan razmeringizni, xohlagan funksiyasini qilib bera olamiz. O'zimizga aloqaga chiqsangiz bo'laveradi. Bularni ochib ana o'rashga uspet qilmadik, to'g'risi. Shuning uchun korobkani o'zida aytib ketyapmiz, lekin Telegram kanalimizni kommentariyaga opsiyaga silkasini qo'yib ketamiz. Kirib, obuna bo'lib, bemalol o'zingiz tanlab olsangiz bo'laveradi. Bitta-bitta rasmlari bilan qo'yib boramiz. Xo'p, kir moshinalarimizni ko'ryapsizlar. Kir moshinalarimiz ham ko'p. Yana boshqa assortimentlarimiz ham bor. Assortimentlarimizni bitta-bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Xo'p, yana ham boshqa modellar so'raganga mana primerdan bo'lakcharoq modellarimiz, 480 modellarimiz bor bu yerda. Bu yerda 20 yil garantiyali 610 litrli modellarimiz bor. Ko'rsangiz bo'laveradi hammasidan. Hozirgi kunda yoz issiq, ko'pchilikka kondisioner kerak. Konditsionerni ham eng arzon narxda qilib bermasak bo'lmaydi. Ko'rsangiz bo'ladi, konditsionerimiz ham 24 talik, koloniylarimiz ham bor. Xo'p, koloniylarimiz inverter motor bo'ladi. Arzonchi modellar bilan deyarli puli bir xil, lekin kачествоsi yuqori bo'lgan. O'zi brend motor kompressor ham yaponskiy Toshiba bo'ladi. DC inverter bo'ladi. R32 Furionda ishlaydi. Xo'p, shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Avalni bemalol ofislarga, qimmatroq uylarga qo'ysalar bo'laveradi. Narxi bo'lsa hozirgi kunda $850 dan chiqadi. 80 kvadratdan 100 kvadratgacha bemalol yetib beradi. Xo'p, konditsioner 12 taliklar masalan, ko'pchilik eng hadavoy bo'ladigan 12 talik konditsioner hisoblanadi o'zi. 12 talik konditsionerlarimizni ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu tomonimizda ham bor. Bu tomonlarimizda ham bor. Sizlarga hozir bitta-bitta ko'rsatib, obzor qilib, narxlar bilan tushuntirib o'tib ketamiz. Xo'p, konditsionerimiz 12 talik ochib qo'ydik. Ko'pchilik ko'rinishini ko'rmasa ololmaydi. Shuning uchun ochib qo'yganmiz. 12 talik oq rangda bo'ladi. DC inverter motor, tokingiz ekonom qilib beradi. 140 voltdan 265 volt tokni напряжение o'ynagan paytda bemalol ishlab bera oladi. Qo'shimcha tenlari bo'ladi o'zida. Qish kunida ham bemalol yoqib foydalansangiz bo'laveradi bu konditsionerimizdan. Xo'p, nashnoy rejimlari ham bor. Ichlarini ko'rsangiz bo'ladi. Polniy misli qilingan. Bu yerga o'zi ko'rsatib o'tib ketgan golden fin qilingan. Ya'ni mis bo'ladi, zangramaydi, chirimaydi, korroziyaga qarshi qilingan bo'ladi. 10 yil kompressoriga, 3 yil bo'lsa feniga ofitsialniy skladdan garantiya beriladi. Xo'p, ob'yom ko'p, ko'rsanglar bo'laveradi. Ko'pchilikga morozelka ham qiziq bo'layotdi. Morozelkalarimizni ko'rsatib o'tib ketamiz. Xo'p, morozelkamiz narigi tomonda edi. Uzrlasizlar. Xo'p, morozelkamizni ko'rsanglar bo'laveradi. Morozelkamiz 250 litrdan boshlab har xil assortimentda morozelkalarimiz bor, pol avtomatlarimiz bor. Bu tomonda Samsung assortimentlarimiz, original koreyskiy Samsung so'raganlar uchun original koreyskiy mahsulotlar ham bor bu skladimizda. Televizorlari 55 lik, 65 lik, 43 lik hamma razmerdan bor. Qilib beramiz. Bularimizni narxi $400 dan boshlanyapti. 43 liklari, 55 liklari ketaveradi. O'zi narx navosiga qarab. Kir moshinalarimiz original Samsung olaman deganlar uchun original Samsunglarimiz 6 kiloliklari 3,5 million so'mdan boshlanadi. Ko'pchilik 6 kilo olmaydi, chunki uyga ro'zg'orga bilsanglar o'zi 6 kilogacha kichkinalik qilyapti. Hozirgilarda ob'yomi ham sal kichikroq chiqyapti. 7 kilo, 8 kilodan boshlab olsanglar bo'laveradi. 7 kiloliklar $400 dan boshlanadi. Seri funksionalnisi. Funksiyalari ko'p. Hali arzonchi modellar emas, Samsunglarimizda. Samsung xolodilniklarimiz bor, bu tomonda ko'rsatib qo'ysangiz bo'laveradi. Hop, Toshiba desangiz, Toshiba ham bor. Bu skladimizda Toshiba ham bor. Televizorda masalan, original Samsung LG ga sal pul qimmatli qiladi, lekin ash sifatda ko'rsatsin deganlar uchun televizorlarimizni ham olib kelganmiz. Televizorlarimizni ham ko'rsanglar bo'laveradi. Xo'p, televizorimiz Samsung LG ga eng yaqin modelimiz mana shu bo'ladi. Brendimiz Xiaomi, globalniy brend, mirovoy brend, A Pro 75 talik A Pro modeli. Bunimiz Android, xotira, голосовой Bluetooth hamma yo'g'i bor. HDR bo'ladi. Xo'p, 4K formatda bemalol video o'yinlarni ochib beraveradi. Xo'p, bu televizorlarimiz ham bor. Original LG Samsungdan pul arzonroq chiqadi. Xo'p, televizor assortimentimiz ko'rsanglar bo'laveradi. 32 razmerdan boshlab 85 likgacha bor. Mana bunaqa kattalarini olaman deganlar uchun mana shu kattalaridan ham bor. Ko'rsanglar bo'laveradi. Xo'p, 43 liklarimiz narxlari $100 dan boshlanadi. Modeliga qarab har xil. Ko'pchilik bitta narxda ushlab oladi, ash narxda emas. Bularimiz har xil modellari bor. $100 dan boshlab $170 gacha bajaradigan funksiyasiga, programmasiga qarab narxi o'zgarib ketaveradi. Sizga qanaqa programmalar kerak, qanaqa funksiyasi kerak, nechta atrofidagi telefon qilasiz, so'raysiz.
sizga to'g'ri keladigan modelini tavsiya qilamiz. Ma'qul kelsa kelishamiz, o'zimiz dastak qilib uyingizgacha olib borib beramiz. Shahar ichida beplatni, shahar tashqarida kelishilgan holatda otidan tuya bo'lmaydigan arzonroq bo'ladi. Xo'p, 40 uchli razmerlarimiz bor. Websda LG sistemasi qo'yilganlarimiz bor. 40 uchli Androidlarimiz bor bu yerda. Morozelkamizni kattaroq ob'yomda so'raganlar uchun katta ob'yomlilari bor. Uzun, xohlasangiz sondali, xohlasangiz oynali har xil modellaridan bor. Bemalol ko'rsangiz bo'laveradi. Tizen sistemali primerlarimiz bor. Tizen, Webos, Android nima degani o'zi deganlar uchun bir qator tushuncha berib o'tib ketaman. Hop, Android sistemamiz masalan hammasida YouTube, hammasi smart bo'ladi, telefondan boshqarsangiz bo'ladi hammasini. Faqat bular sistemasi boshqa bo'ladi. Sistema degani masalan Android, Tizen, Webos. Uchalasi ham sistema bo'ladi. Har xil sistemalar. Masalan Androidimiz ko'p uchraydi, ko'p televizorlar qo'yadi. Uni ham ikki xil versiyasi bo'ladi. Xitoy versiyasi, original Android, amdamlikda bo'ladigan versiyasi. Bu yerda ko'proq bizda amdamlikda bo'ladigan versiyalar ishlatiladi. Sabab amdamlikda bo'lmaydigan Androidlarni olsangiz, ko'pchilikda bo'ldi shunaqa holat. YouTube bitta amdamlikda bo'lgandan keyin ko'pchilik YouTube ishlamay qoldi, boshqatdan prashka qildirdi. Bizda unaqa holat bo'lmaydi. Bu televizorlarda biz siqadigan narsalarda ham hamma yo'g'iga garantiya javob qilib beriladi. Xo'p, farqlarni tushuntirib o'tib ketaman. Androidimiz Tizen bilan Webosga qaraganda sal sekinroq ishlaydi. Sabab nima sabab? Webos, Tizen original LG bilan Samsung sistemasi bo'ladi. Ular отдельный o'zlari uchun chiqargan narsa sistema bo'ladi. Tizen Samsungda, Webos LG da ishlaydi. Webosimiz bilan Tizenimizning nima farqi bor desangiz, ikkalasi ham bir xil sistema deyarli. Webosimizda joystick pultli bo'ladi. Joystick pultdan boshqarsangiz bo'laveradi. Qatlamasdan ishlaydi. Androidga qaraganda tezroq ishlaydi. Xo'p, Tizenimiz nima bo'ladi desangiz, original koreyskiy Samsung sistemasi. Tizenimizda ham xuddi shunaqa qatlamasdan tezroq ishlash uchun qilingan bo'ladi, lekin hamma yo'q shu YouTube bor, Play Market, Google shunaqa narsalar bor. Bularda Play Market bo'lmaydi, o'zining App Store'lari bo'ladi. App Store'dan bunisiga Tizenga Samsung akkaunt, bunisiga LG akkaunt ochib bemalol ishlasangiz, foydalansangiz bo'laveradi. Xo'p, kompyuterxona qilmoqchi bo'lsangiz, sizga uyingizga monitor kerak bo'ladigan bo'lsa, monitorlarimiz ham bor. Har xil razmerda 24 lik, 27 dyumliklari. Xo'p, LED ekranlilari, bu tomonimizda yana konditsionerlarimiz bor, ko'rsangiz bo'laveradi. Xo'p, katta konditsionerlarimizning motorlari, bu tomonda Outfit konditsionerimiz bor. AUX firmasidan ko'pchilik so'raydi, ko'pchilik biladi, yaxshi firma. Shu bilan bitta qilib, kollaboratsiya qilib chiqarilgan modellari bo'ladi bularimiz. Xo'p, yana nima ko'rsatilmadi? Sizlarga halodenli ham har xil modellari bor, ko'rsangizlar bo'laveradi. So'nglar halodenlilarimiz ham bor. Sizlarga aytgan Outfit konditsionerlardan ko'rsangizlar bo'ladi. Outfit, AUX. AUX bilan birga qilib chiqarilgan firma. AUX bilan sifati bir xil. Ichlari misli bo'ladi ham. Bu yerda yana konditsionerlarimiz, bu yerda pol avtomat kirmoshinalarimiz. Kim uyga pol avtomat kerak bo'lsa, pol avtomatga ham aloqa chiqarasiz. Pol avtomatlarimiz $85 dan boshlanadi. Xo'p, bu yerda Samsung halodenlilarimiz, Samsungda kattaroq halodenlilar kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilsanglar bo'laveradi. Samsungda hamma modellaridan ham bor, topamiz, qilib beramiz. Xo'p, bu yerda yozgi kunida ko'p kerak bo'ladigan mahsulotlarimizdan kullerlarimiz kelgan. Kullerlarimiz ham o'zi kullerlar narxi hozir bozorda 850 ming so'mdan boshlanadi. Lekin sifatliroq olaman desanglar, mana primerdan kullerlarimiz tavsiya qilinadi. Xo'p, bularimiz $100 dan $130 gacha har xil modellari bor. Aytsanglar, ularni ham tashlab beramiz. Mikrovalnovka ham hozir ko'pchilikka kerak. Qulay bo'lib qoldi. Shunday ovqat solasiz, isitasiz, chiqarib yuborasiz. Har xil modellarimiz bor, ko'rsanglar bo'laveradi. Xo'p, bu yerda mikrovalnovkalarimiz, bu tomonda duxovkalarimiz, sklatimiz katta, shuning uchun bitta video qidirishni ilojisi yo'q, video ham cho'zilib ketyapti. Tez-tezda narxlar bilan tanishib o'tib ketamiz. Xo'p, pilsoslarga keladigan. Pilsoslarimiz 750 mingdan boshlanadi, $120 gacha modellarimiz bor. Mikrovalnovkamiz $55 dan boshlanadi, $85 gacha modellarimiz bor. Duxovkalarimiz xo'p, $60 dan boshlanadi. Bu yoqda $100 gacha har xil modellarimiz bor. Bemalol o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Bu oxirgisi emas, birinchi sklatimiz. Endi birinchi sklatdan sotishni boshladik. Endi premyo bozorda ham savdomiz ketaveradi, sklatda ham savdomiz ketaveradi. Sklatdan ko'proq sotishga harakat qilamiz. Odamlarga arzonroq tushishi maqsad qildik. Xo'p, sizga agar original texnikalar bo'lsa, bizga podpisatsiya bo'ling. Keyingi sklatlarimizni qayerda bo'ladi, o'zingiz fikringizni yozib keting. Qayerda sklatlarimizni obzor qilaylik, o'zingiz bemalol kommentariyaga yozsangiz bo'laveradi. Mahsulotlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'zimizga aloqa qilsangiz bo'laveradi. Pastda nomerlar qoldirib ketamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar.